2026 Chevrolet Camaro avtomobil ishqibozlari uchun kuchli dizayn, sport ruhiyati va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan avtomobil sifatida e'tiborni tortadi. Bugungi videoda ushbu mashinaning tashqi ko'rinishi, saloni, imkoniyatlari va umumiy xarakteri haqida batafsil gaplashamiz. 2026 Chevrolet Camaro tashqi dizaynida agressiv va sportcha uslubni namoyish etadi. Old qismidagi keng panjara, keskin chiziqli faralar va past kuzov avtomobilga juda dinamik ko'rinish beradi. Yon tomondan qaraganda aerodinamik shakl, katta gildiraklar va sport uslubidagi kuzov chiziqlari Camaro xarakterini yanada kuchaytiradi. Orqa qismida zamonaviy chiroqlar va ixcham sport dizayni ko'zga tashlanadi. Salon ichida haydovchiga yo'naltirilgan boshqaruv paneli, zamonaviy ekranlar va qulay o'rindiqlar asosiy e'tiborni tortadi. Materiallar, texnologiyalar va ergonomik joylashuv kundalik haydashni yanada yoqimli qilishga yordam beradi. Multimedia tizimi, raqamli boshqaruv imkoniyatlari va turli xavfsizlik funksiyalari avtomobildan foydalanishni qulaylashtiradi. Camaroning asosiy afzalliklaridan biri uning sport xarakteridir. Kuchli dvigatel va tezkor boshqaruv avtomobilni haydashni zavqli qiladi. Rul boshqaruvining aniqligi, yo'lga yaxshi yopishish va dinamik harakatlanish imkoniyati sport avtomobili muxlislariga yoqishi mumkin. 2026 Chevrolet Camaro tashqi ko'rinishi, texnologiyasi va sport xarakterini birlashtirgan qiziqarli modeldir. Agar siz kuchli ko'rinishga ega, zamonaviy va haydash zavqini beradigan Chevrolet avtomobilini izlayotgan bo'lsangiz, Camaro albatta e'tiborga loyiq. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, Tarmax kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosing va 2026 Chevrolet Camaro haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chevrolet Reviews bilan yana ko'plab yangi avtomobillar sharhlarini kuzatib boring.